3 ta bolasini yetimi qoldi mana. Ularga men nima deb javob beraman? Dadam qani desa nima deyman ularga? Bizdan mana operatsiyaga tayyorlanyapmiz. Xudo xolasa duo qilinglar. Shu o'rtog'im oyog'i sinib kelgan. Chala qilgan operatsiyasi tufayli shu oddiy sinish bo'yicha o'lib ketsa ya bolama. Mana hozir o'zdek qabrga qo'yib keldik mana. Hoji Akbar Qirg'izov shifokorlarning noto'g'ri operatsiya qilish oqibatida vafot etgan. Marhumni operatsiya qilgan shifokorlar aynan mana shu xonada o'tirishibdi. Ichkaridan berkitib olishdi. Izoh berishdan bosh tortishyapti. Biz aytyapman, o'lim sababini nimadanligini bilmaymiz. Opaqijon. Doktorlar dadamga uxudori qilib deymish. Ertaga uyg'otsin dadam dedi. Men tamom bo'ldim da jiyan. Odatda bankka to'lov bo'ladimi? Odatda bankka to'lov bo'ladi. Sizga nega qo'lingizga olib kelgan? Ya'ni yakshanba kuni yakshanba bo'lgan kuni menga olib kirib berishganda ular. Ikkinchisi betidan o'pib, dadajon xayr dedi. Men odob bo'ldim da. Men tamom bo'ldim men. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهجا. 36 yoshli Hoji Akbar Qirg'izov dalada yiqilib tushib, oyog'i sinishi oqibatida Pop tuman markaziy shifoxonasiga olib kelingan. Lekin shifokorlarning noto'g'ri operatsiya qilish oqibatida bemor vafot etgan. O'lim bilan bog'liq holatni surishtirish uchun Pop tuman markaziy shifoxonasiga yetib keldik. To'rtta farzandim bor edi. Bu 3-o'g'lim edi. Fermerda boshqarar edi. O'g'limni g'allaga o'g'it solish davrida ishchilari bilan arabaga o'g'it yuklayotgan paytida bexosdan qo'li to'yib ketib, yerga yiqilgan va shu chap suyaga singan. Sartaroshxonada soqol oldirayotgan bo'lganman, xabarim bo'lmagan, telefon qildi. Iskori chaqirib, o'g'limni reanimatsiyaga olib borgan. Erta Ikromjon travmatolog ko'rib, rentgen qilgan va suyaklari singanligini aniqlab, banasaga yotqizgan. Tezda orqasidan men yetib borib, Ikromjon bilan gaplashdim. Travmatolog menga tushuntirdi. Hoji aka dedi, bir 3 kun davolaymiz, keyin operatsiyani davom ettiramiz deb gapiruvdi. Men xijolat qilib, Ikromjon, men shu o'g'limni Namanganga bormoqchiman. Bu yerda endi garantiya beralasizlarmi desam, boshim bilan javob beraman. Hoji aka, bu oddiy sinish. Xudo xolasa o'zimiz operatsiyani qilamiz. Hech qanaqa xavf joy yo'q. Mana nechta operatsiyalarda qildik. Jiyaningizda ham operatsiyasiga qatnashgan, xabaringiz bor dedi. Ishonch hosil qilib, ko'nglim to'q bo'ldi. Shu bilan chiqib ketdim. Shundan bir 2-3 kun o'tishi bilan men xabar olib turibman o'g'limdan. Endi operatsiyani dushanba kuni qilinsa kerak deb men viloyatga telefon qildim bir tanishga. Viloyatga telefon qilsam, Nemajon degan viloyat shu travmatologi Hoji aka xabarni berdi, tanishlaringiz, mayli qilib beraman, faqat bir og'iz o'sha o'zingizni rayoningizni doktorlaridan maslahat oling, tag'in norozi qilib qo'ymang bitta rayonda turib. Agar ular ruxsat bersa, men albatta so'g'aytirib yuboraman, xudo xolasa o'zim operatsiyasini qilaman dedi. Shu paytda qandaydir telefonda qo'limdan kimdir olib, shu yerdagi bir qiz oldi. Shu bilan miyam tormiz bo'lib qoldi. Nemajon bilan gaplasha olmay qoldim. Qaytib telefonni qilamansam o'chirib qo'yibdi. Shu bilan Nemajon ham esimda yo'q, o'zimni haqiqatan ham yo'qotib qo'ygan paytim bo'lgan. Keyin bir kundan keyin gaplashsak, travmatolog Ikromjon bilan, ha, yaxshi, dushanbalarga xudo xolasa qilamiz hojatda dedi. Bir vaqt bozor keldi, shanbadan keyin. Bozor kuniga o'g'lim yugurib kelib, dada, zakaz qilgan temirni shu suvakka qo'yadigan moslamani olib kelishibdi, zakaz qilishibdi, olib kelar ekan firmadan. Shunga srochni pul bermasak, operatsiya kechikib ketar ekan. Dudi xayolimda yo'q, Namanganga borishim ham shuni.
darrov bitta joydan $1000 olib 12,5 million pul bo'ladi deganda darrov 10 ta qog'ozni olib berib yubordim. Mayli 13 bo'ladi, hech qanaqa problema bo'lmaydi degan niyatda o'g'lim shu bilan borib kimga olib borganini ham men so'ramabman. Keyin kimga berding pulni desam, Bunyod degan zamgila vrach ekan. U odamsiz bu banisada hech qanday operatsiya qilinmas ekan. O'shaning uchun o'shanga berdim dedi. Men u bilan gaplashman edim o'g'lim. Endi qanaqa bo'lar ekan desam, u zam ekan. Usiz operatsiya rayonda bo'lmas ekan dedi. Yaxshi, unaqa bo'lsa gaplashamiz dedim. Shu bilan men pulni bergandan keyin yaqa yugurdim, borib qarasam turibdi. Men haqiqatan ham ko'rmaganman, tanimayman. Endi men ham mayli o'zimizning rayonda odami deb, "Ini Bunyodjon, bo'pti mayli. Zakaz qildingmi desam, ha pulni hali to'ladik, hojata. Bugun qivoramiz operatsiyani dedi. Nechida qilasiz desam, yetib kelishi bilan qivoramiz dedi. Mayli dedim, ish qilib dedim, garantiya berasizlarmi dedim unga ham. Garantiya beramiz, hech xijolat qilmang dedi. Shu bilan ikkilasi qiladigan bo'pti. Men bilganim yo'q. Shu bilan bozor kuni operatsiyaga kirib ketdi. Operatsiyadan chiqishini 4 soatda chiqdi bolam. 4 soatda bo'zlab, yig'lab yurdim. Bir vaqt 5 kun o'tib 5-kuniga kelganda rentgen qiladiki, suvi noto'g'ri mana shunday bo'lib bitta suvi qaqqayib turibdi. Endi haligini ko'rgandan keyin soppa-sop bolam shokka tushib qoldi. Shu bolam aytayapti, mana arvoh hurmati, jon dadajon, bu safar shu jallodlar operatsiyaga olib kirsam men o'laman dedi. Hojona opam turibdi, kampirim turibdi, o'rtoqlari bor. O'lib qolaman dada dedi. Jon bolam, endi shu yerda bitta shurip bilan qotirar ekan, xolos. Shuni qilgizsam, dada, men o'lib qolaman deyapman dedi. Bo'ldi, qilgizmadim o'g'lim dedim. Mana shu bor gap. Bo'ldi, qilgizmadim deb chiqib ketdim. Endi Ikromjon kirdi, ko'nmadi. Bo'lmasa dedim, viloyatdan travmatologni chaqiraylik Ne'matjonni. Shu jichi yordam bersin. O'tgan safar men telefon qildim, chala qoldi, mana kelmadi, sizlarga ishondim. Masam bitta bolt qo'ysam bo'ldi dedi. Qo'ymaysan bitta boltni dedim. Bo'ldi endi dedim. Endi chaqiramazsam, men viloyatdan chaqirsam, boshqa joydan chaqirsam, meni o'lganim bu hoji aka dedi. O'lganingdan battar qilding-ku o'zing. O'lgansan desan. Chaqirasan desam, uni chaqirmadi, urushib qolgan ekan shekilli. Farg'onadan bilmayman. Bobirjon degan travmatologni chaqirdi. Men aytdim, u bola o'tkirmasam Farg'ona viloyatiniki hoji aka. Shunaqangi chiroyli ish qiladi, u qiladi, bu qiladi. Yo kursdoshi, yo qarindoshi, yo tanishi bilmayman endi men. O'g'lim juda shokka tushib qoldi. Sababi mana shu ahvol. O'shanga dedim, operatsiyani ko'tarolmayman deyapti desam, hoji aka dedi. Men xudo xolasa ishonaman dedi. Yarim soat desam, lob bo'ladi. 1 soatga borib bormay operatsiyani yakunlaymiz. Chiroyli qilib operatsiyasini qilamiz. Yengil o'tadi. O'sha yerga sim bo'ylash kerak edi. Bu oshqovollari shu simni bo'ylamagan xolos. Keyin bitgandan keyin olib tashaveramiz dedi. Buni Bobirjon aytayapti. Farg'onadan kelgan Bobirjon degan yigit aytdi. Ini Hoji Akbarimni ishontirdi. Hoji Akbarimni ishontirgandan keyin Hoji Akbarim ham 1 soat, yarim soat degandan keyin rahmatli bolam g'irt ishondim, men ham ishondim. Ini yana bolajonim sog' bo'lgin, asal bolam deb erkaladim har xil. Shu bilan bolamni kirib ketdi. Shu bilan men bolam bilan gaplasholmadim. Eng achinarlisi betda soat 4 soat o'tdi. Bilmayman 1:30da kelgan bo'lsa 1dan 33 minut o'tganda bolamni olib kirib ketdi operatsioniga. Endi narkoz qildi, boshqa qildi, mayli 1:30 bo'lsa 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7da qo'yincha 5:30 soat. 5:30 soat vaqti o'tgan. Bolam chiqmayapti. Bo'zlab borsam, qarasam katta o'g'lim yugurib, sal sezdim. Operatsioniga borsam, dadajon kelmang, ukamni mazasi qochib qoldi, kelmang deydi. Men nima bo'ldi ekan deyman. Ikkinchi mana shunday bo'lgan, aytayapman, jon dada kirgizdirmang. Men operatsiya qilgizmayman, qiyshiq bitsa bitar degan soppa solgan videolarini tashlaganmiz. Endi bir vaqt o'sha paytda keyin bilsam, dejurda turgan Fuzliddin Mirzahmedov shu yigit aytayapti. 40 minut bolangiz u dunyodan qaytib keldi hoji aka. U dunyodan qaytib keldi, nima bo'ldi desam, 40 minut yuragi to'xtadi. Endi bo'ldi deb apparatlarni yig'ishtiramiz, yana yuragi ishlab ketdi dedi. Men aytdim, uka, ertaga ketyapsanmi? Kinoda bo'ladi bu.
40 minutda odam qaytadimi desam, shunaqa. Keyin bilsam, unisi aytyapti. Bola yuragi to'xtagandan keyin operatsiyani to'xtatdi, bunyod. Bolalarimdan qo'rqib ichkarida yashinib o'tiraveribdi, qarang. Dag'da qon ketib boladan endi o'sha yerda bolam o'ladigan holga kelib bo'lgan ekanda qo'yingchi. Tashqariga chiqsa bolalarim bilar edi-ku. Shuni kimdan bilasiz? Tashqariga chiqmadi-da. Bolani olib chiqib ketgandan keyin bildi. Endi o'sha yerda medsestra qizlar, voy bir qancha qonni bunyod aka bemorni qonini olib pastlarga yashirdi. Bir qancha qon aliginda stolda qonayotuvdi. Keyin o'ziga kelganda biz endi bo'ldi o'lib qoldi dedik. O'lmagan ekan, shuncha qoni ketsa ham debdi. Qo'yinchi farzandimni qossobday jarohatlar mana shu qonga botiribdi-da. Endi undan keyin bo'ldi. Haligi bo'ldi, operatsiyadan chiqdi, o'ziga keldi dedi. Hammasi normalni bo'ldi deb rosa xursand bo'lib tursak, yarim soat bo'lmasdan tepadagi operatsiya xonada chiqanaqa erta operatsiya ketayotgan yo'q edi. O'sha yerda to bola o'ziga kelmaguncha 2 soatda o'ziga kelish kerak edi. 2 soat tursa bo'ladigan narsani bular shaqir qilib liftga olib boribdi. Shaqillatib edan liftdan pastga tushirgan ikkinchi etajga, birinchi etajdan reanimatsiyaga olib kirgandan keyin yana 0 ga tushib qoladigan. Davlina pluslar tushib ketgan, shundan to'palang, oxiri komaga tushib qoldi dedi. Bolangiz komaga tushdi dedi 1-2 soat o'tgandan keyin. Viloyatdan doktorni chaqiribdi, kirsam, "Hojata, mana yoshingiz anchaga boribdi, hamma narsani tushunasiz. Bu hozirgi bolaning yotishi, bu endi miya ishlagani yo'q. Bu apparatda ishlab turibdi xolos. Endi taqdirga tan bering, Allohning irodasi. Endi bola odam bo'lmaydi. Bu nomiga turibdi" dedi. Shunday siqildim, ne bittasi turgan ekan. Bolam, "Nechanchi yilsan?" desam, "Men 84-chi." Nohisob, mening bolam 89-yil. Bu yerga sop-pasoq olib kelganman. Mana bular javob bermadimi, mana bular dedi. Endi qo'yinchi qo'li bilan apparatni uzamiz deyolmadi-yu. Shunaqa dedi-da. Endi shu bilan yana yaqatashadi. Ini temirda surishtirishni boshladi bolalar. Bolam so'rasa, unisi 25 mingga olganmiz deydi. Bunisi 50 mingga olganmiz deydi. Yana bittasi aytadi, "Eng yaxshisi 2,5 million bo'ladi" deydi. Men buni ko'ribman endi. Men aytdim, "Men menam roziman. Masalan, 13 million pul bo'lsa, bolam tuzalsa bo'ldi, qo'yaveringlar, gapirmanglar bolalarim" dedim. Shu bilan gapirmadik. Bunyodbek degan zot narkozga o'g'dardi. Narkozdan emas ekan, men bildim. Eng meni ezayotganligi shu 3 ta farzandi bor. Kattasi 8 yoshda, ikkinchi sinfda o'qiydi. Ikkinchi qizi bog'chada 5 yosh birlab yuribdi. O'g'il ko'rmadim deb bo'g'ilardi, o'g'illi bo'luvdi. Hozir 1,5 yosh o'g'li. Endi dada deb mashinalarida olib yurardi. Mana endi hozir eng siqilgan joyim, bolalar meni siqib qilyapti. Banisada aytadi, "Opaqijon, doktorlar dadamga uyqu dori qilib emish. Ertaga uyg'otsin dadam" dedi. "Men tamom bo'ldim-da jiyan. Mana shu yerga bolamni yotqizib qo'ydik. Bolajonimni oxiri safarga kuzatayotganda chaqiringlar bolalarini. Vidolashib olsin" desam, kattasi zo'rg'a xayrlashdi, kichkinasi tushunmaydi. Ikkinchisi betidan o'pib, "Dadajon, xayr" dedi. "Men odob bo'ldim-da. Men tamom bo'ldim men. Meni yuragimda odob qilib ketdi bu doktor. Bu bunyod deganga bir boqqan bola bordir axir." Nechta bemorlar oyog'i sinyapti, hattoki beli sinyapti. Shu bitta oddiy shu oyog'i singan bola qaytadan hikmatda bitta sababsiz zamgilaverashda aybi bilan chala qilgan operatsiyasi tufayli shu oddiy sinish bo'yicha o'lib ketsa ya bolama. Mana hozir o'zdek qabrga qo'yib keldik mana. Marhumni operatsiya qilgan shifokorlar aynan mana shu xonada o'tirishibdi.
ichkaridan berkitib olishdi. Izoh berishdan bosh tortishyapti. Nima uchun vafot etdi bemor? Bemorda hozir nimadan vafot etgani noma'lum. Uni hozir ekspertiza qilingan, ekspertiza javobidan keyin ma'lum bo'ladi nima sababi nimaligi. Lekin travmatologiyada, misol uchun O'zbekiston bo'yicha ham desak bo'laveradi. Biz xolos bizni Pop tumanida hali shu paytgacha suyak operatsiyalarini qilayotgan paytda bemor vafot etmagan. Bu birinchi holat va o'lamagan oxirgisi ham. Sababi suyak operatsiyalarida, ya'ni operatsiya davomida suyakdan kasal o'lmaydi. O'limidan oldin videolarni ko'rdim. Operatsiyaga kirgan. Gaplashib, ochiq chehra kulib o'tiribdi. Nima uchun operatsiyadan keyin vafot etyapti? Shu savolingizga mana ekspertizaning javobidan keyin haligi javob chiqadi-da. Nimaga? Lekin bu tinsan to'g'risi yana bir marta takrorlayapman, bu suyak operatsiyasidan kelib chiqmaydi. $1000 sizga berganman deyapti. Temir olingan ekan, $1000 menga berishmagan, $1000 temirga to'lov qilishgan. Uni sertifikati ham, shot faktura hamma narsasi bor. O'shani ko'rsata olasizmi? Albatta. Endi hozir mana ichkarida o'rganish olib borishyapti, hujjatlar shular qo'lida. Yo, bizga ham taqdim eta olasizmi? Mayli, taqdim eta olamiz. Endi umuman o'sha temir narxi qancha turadi o'zi? Shu firmalarga bizga misol uchun birgina daxli shu firmalardan xuddi mana aptekada dori qana sotsa, firmada o'sha temir sotadigan firmalar bor o'zi. Olib kelib shu maxsus shu faqat temir test bilan shug'ullanadigan. Ya'ni o'zi narxi qancha turadi? $1000 sizga berishibdi. Sizga temir so'rashdi. O'sha fakturasini sizga taqdim qilaman. Fakturasi hammasi narxi, o'sha endes, pendes hammasi chiqib. Yo, siz o'zi mutaxassis bilasiz kerak bu temirning narxini qancha? Yo, biz endi uni har xili bor. Misol uchun 6 million, 7 milliondan boshlab turib 10.5 har xil bor, 13 million har xili bor. Unda nimaga $1000 olingan? Ulardan nimaga Men $1000 olmagan, ular $1000 temirga to'lov qilishgan. Ya'ni 13 million so'm temirga to'lov qilishgan. Birinchi operatsiya nima uchun muvaffaqiyatsiz ishdi? Yo, birinchi operatsiya interoperatsion rentgenida juda men sizlarga taqdim qilaman, chunki sizlar razmana ko'rsatish kerak bo'lsa ko'rsatinglar ommaga. Interoperatsion degani operatsiya ichi rentgen turishi suyak bilan turishi qoniqarli bo'lgan. Ya'ni ideal bo'lgancha operatsiyani tugatganmiz. Operatsiyadan keyin endi biz operatsiyaxonada qolib ketdik. Bizgacha o'sha kasalni olib chiqdi. Undan keyin misol uchun operatsion stoldan shu katalkadan ko'ykasiga olgan, orada yotgandan yana bo'limga olgan. Balkim o'sha paytda yana qanday olish jarayonida yo balki o'zi boshqa paytda qandaydir sababni bitta bo'la siljitib olgan bo'lishi mumkin. Lekin bu o'ta xavfli, bu hayot uchun xavfli holat emas edi. Ahmadjon degan marhumning ukasidan siz $1000 so'ragan ekansiz-da. Men marhumning ukasidan pul to'g'risida umuman gaplashmaganman. Marhum ukasini bir marta ko'chada mana shu haykalni oldida bir marta ko'rganman. Qaytib men u bilan metallni narxi to'g'risida ham, metallni boshqa to'g'risida men u bilan suhbatlashmagan. Unda $1000 sizga berishdi-yu. O'sha kuni men dejur bo'lganman, navbatchida bo'lganda olib kelib aka mana puli temirda tezda chaqirtirib operatsiyani boshlanglar degan. Yakshanba kuni bo'lganligi uchun ular bankka to'lash iloji bo'lmagan. O'sha olib kelgan metall moslama bilan operatsiyadan keyin biz o'sha pulni berib yuborganmiz. Ya'ni yakshanba bo'lgan kuni menga olib kirib berishganda ular. Sizlar boshqa iloji bo'lmadi? Yo'q, o'sha yakshanba kuni dejurda men edim. Polisdan xabar qoldingizmi $1000? Yo'q, uni mana shu metall moslama uchun hali qilingan, olib qo'yilgan, lekin sirazi to'lov qilib o'z qabul qilib oldingizmi? Men qabul qilgan, menga olib kirib mana aka deb tashab chiqdi. Temirda tezda chaqirtiringlar deb tashab chiqib ketdi o'zi. Bemorni qabul qilgan, operatsiya qilgan shifokor ekansiz. Holat qanaqa bo'ldi? Qayerda xato bo'ldi? Bemorni biz davolash jarayonimizda hech qanaqa xatolikka yo'l qo'yilgan yo'q. Bu holatlar hammasi operatsiya jarayonida bo'ldi. Biz o'sha operatsiya o'tkazilayotgan turgan paytda operatsiya bilan ovora bo'ldik. O'sha birdaniga o'sha ostanovka sersa dedi reanimatologlar. Undan keyin kasal holati og'irlashdi. Biz umuman oyoq bilan shug'ullanayotgandik o'sha paytda. Kulib kirib ketgan operatsiyaga. Nimadan o'lgan bo'lishi mumkin bemor? U bemor o'sha palatada yotganda ham kayfiyatlari yaxshi, davleniyalari hamma narsasi stabil, chiroyli bo'lgan siz aytgandaqa. Lekin o'z operatsiyaga tayyorlangan kasal, kiritilgan, o'zlarining xohishi bilan hamma tomon uydagilari ham ko'rib turgan hamma narsani. Lekin operatsiya tugash jarayonida mana shunaqa narsa bilan tugadi. Biz ham hozir men sizga to'liq ma'lumot bera olmayman bemorda, chunki ekspertizasiga qatnashganim yo'q uni. Birinchi operatsiya nima uchun muvaffaqiyatsiz kechdi?
birinchi operatsiya muvaffaqiyatsiz kechdi desak xato bo'ladi. Muvaffaqiyatli kechdi. Birinchi operatsiyadan keyin kasal kayfiyati yaxshilandi, og'riqlari qoldi, shish bo'ldi, ishlari qaytdi. Masalan, aytyapsiz o'zingiz ham, operatsiyadan keyin kasal yaxshi ekan, kulib kirib ketgan ekan deyapsiz. Agar kasalni muvaffaqiyatsiz kechsa, kasalning holati unaqa bo'lmaydi. Unda nimaga ikkinchi marta? Undan olishning sababi hozirgi Bunyodjon tushuntirgandek, askolkani ozgina surilib qolgani. O't uyda chizig'iga qo'yib berasizlar deb bizdan talab qilingandan keyin повторно olishga majbur bo'ldik. Biz aytyapman, o'lim sababini nimadanligini bilmaymiz. Qo'lingizga nima bo'lgan? Mana shu travmatologiyada davolanganmiz? Travmatologiyada davolanganman. 22 fevral kuni aka qo'lim uyda oqlay turib yiqilib tushganman. Narvondan yiqilib tushib, tez tibbiy yordamga kelganman. Murojaat qilganman. Murojaatim davomida rentgenga yo'llantirishgan. Rentgenchi Elyor aka rentgen qilgan vaziyatda qo'ling 4-chi kaftka suviga singan deb tashxis qo'yishgan va gips qilib aka uyga jo'natishdi. 2 kundan keyin qo'limda ishgani qaytmadi va yana takroran больницаga kelganman, Popti больницasiga. Gips qisyapti ekan deb gipsni almashtirib yana yuborishgan. 6 kun, 7 kun ayni kun takrorlandi, gips yechilib haligi qilardi. Keyin Pop tibbiyot poliklinikasiga bordim. Poliklinikada rentgenga tushgan paytim qo'lim chiqib siljigani va buni operatsiyasiz davolay olishmasligini aytib Ikromjon doktorga, travmatolog glavvrachi Ikromjon doktorga yo'llantirishdi. Ikromjon doktorga kelganimda Bunyodjonga uchrashishimda va qancha summa bo'lishini, temirlarni Bunyodjon sotishini menga ta'kidlab Bunyodjonga bordim aka. Bunyodjonga uchragan paytim Ikromjon doktor aytdilar, "Rentgenda ekanlar" dedilar. Yaqinda aka shu holati bo'yicha Hoji Akbar akamiz mana olamdan o'tib ketdilar, joylari jannatda bo'lsin. Noto'g'ri tashxis qo'yib qilishgan. Opa bor maktabda ishlaydigan o'qituvchi aka noto'g'ri operatsiya qilishgan, bitta oyog'i kalta bo'lib qolgan, eridan ajrashib ketgan. Mana shu yerda больницаning orqa taraf Nimaga er bilan ajrashdi? oyog'ini noto'g'ri qilib qo'ygan ekan doktorlar. Bitta oyog'ini. Doktorlar buni Ikromjon Bunyodjon aytdilar. Bitta oyog'ini kalta, bitta oyog'ini uzun qilib qo'yishgan, eri xohlamayman deb ajrashib ketgan ekan. Bunaqa insoflar ham bor. Mayli, ularga eriga Xudoning o'zi insof bersin ekan. Mana shu yerda sotib oldida, больницаning orqa tarafida yaqinda yosh bola operatsiya bo'lgan ekan. Unga ham sim qo'yib, yaqinda janozasi chiqqan. Uni ham Alloh rahmat aylasin. Popti doktorlardan noroziman aka. Poliklinikaga boramiz aka, yonimizdan narsa olib to'laymiz. Больницаga kelamiz, yoningizdan xarajat qilasiz. Doktorlarga 20 ming, 30 ming so'masangiz aka, cho'ntagingizga qaramaydi aka. Sizni qo'li singandan keyin $300 pul so'radi. Bunyodjon Yunusov, birinchi o'rinbosari so'raganlar. Men sizlarga zapslarni ham tashab beraman aka. Mani qandoq qo'limdan singan qo'limga jarohat yetkazib rentgen xonasida mumkin emas deb itarib olib chiqib. Men haqqimni talab qilgan paytim itarib olib chiqib tashlagan ekan. Pop tuman tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limiga qanaqa ahvolda ishlaydi? Oldin birinchi marta o'lik holatiga duch keldik deyapti-da. Faktlar bilan gapiradigan bo'lsam, nechta odamni popda qo'lini agar sinib kelib qildirgan payt aka, mana shunaqa taksi bolalar ko'rdim. Men bu yerga 32 kun qatnadim-da aka, pop travmatologiya. Shunaqa bolalar ko'rsatyapti, qo'lini qilganda mana shu qo'li ishib ketganda 1 yildan o'tdi aka deyapti, qaytmagan deyapti aka. Nechta o'liklarni eshitamiz aka. Yaqinda nechta o'lik. Mana Hoji Akbar aka nechisi aka, Xudo biladi jon aka. Sizni qo'lingiz hozir noto'g'ri operatsiya qilindimi? 2 marta meni noto'g'ri sindirib aka joyiga qo'yishirgan. O'zi meni suvaklarim bu suvaklarga mana shu yerga kelib qolgan bo'lgan. Uni rentgenda ko'rsatmasdan aka meni gips qilib uyga jo'natib yuborishdi. Namanganda pul so'rash? Namanganda pul so'rashmagan aka. Namanganda pul so'rashmagan. Simlarni hamma narsani o'zim olganman aka. $300 degan sim aka Namangandan, aptekadan xohishani 25 ming so'mga oldim aka. Shurupini 68 ming so'mga olganman. Bular sim uchun demaysiz ham $300 pul talab qilishgan. Doktorlarni rozi qilish alohida aka. Doktorlarni rozi qilishga kirmaydi u alohida. Qarindoshlar qilasizlar, yemisizlar. Biz ham bir operatsiyaga tayyorlanyapmiz. Xudo xolasa duo qilinglar. Hamma menga omad.